Assalomu alaykum mujohidatga barliq qarindoshlar. Fransiyadagi bugungi g'alaba bu bunday kelib qolgan g'alaba emas. Dinlar sonimizniki kechini kunduzga o'lab to'xtamay kurash qilishi va o'zining yoshlik bahorini shundaqla shu Fransiyadagi uni aktiv qo'llayotgan Uyg'ur va boshqa fransuz yoshlarining kuchli qo'llab-quvvatlashi bilan to'xtamay o'zining oltin vaqtlarini tepatgan shu pullarni mashunga ajratib kurash qilish natijasida ve Fransiya xalqi ve yaşlığa, hükümet erbaplarına, siyasetçilerine ve ersizliği anlatışı jarayonida Avrupa'daki ve muhaciratdaki en güçlü Fransiya'nın qolu qo'zg'agan Fransiyada bilmaydigan bir inson qolmagan holatda anatıqliq ve irqiy qurishning eng tez orada qabul qilindi. 8-chi mamlakat bo'lib. Bu undaq asali qo'lga kelib qolgan narsa emas. Men shu talashda ayağı chiqmas talash qilayotgan qarindoshlarimizni, g'ayvat qilayotgan qarindoshlarimizni, tuhmat qilayotgan qarindoshlarimizni ve başka barlıq şarkıstanlık men degen insanlarniki hemmisinin aynakka bir qarab bakışını ümit qilaman. Men nima qila oladim? Vatan uchun nima qila oladim? Şer zulm çekivatgan ayol, qiz o'g'illarimizga, farzandlarimiz uchun nima qila oladim? Xalqim uchun nima qila oladim degan savolni o'zingizga qo'yib, Avstraliyada texnicha irqilishni qanday bir axborot hech nima yo'q. Bizdek 9 guvoh hozir shu Amerika va Yevropada yashayapmiz. Bizni nima uchun chaqirmasqa? Norvegiya, Shvetsiya, Daniya, İspaniya, İtaliya, Şimal Avrupalarda Amerika konsulxonasining Xitoy ishlar mas'ul xodimlarining deyishi bilan har qanday vaqtda bu davoni anlatmada deydi ekansizlar. Biz har qanday sizlar achamga ishlash biz tayyor deb turuqliq. Bizda guvohlarniki yatqi, yo'li, yo'l kirasi va ashaddik faoliyatlarda bo'lgan rasxotlarni sizlar pul chiqara olsanglar, bu kurashni biz texnik yuqori palla chiqarishga biz guvohlarning ishonchimiz bor, g'ayratimiz bor. Biz shu vaqtni berishga, shu aramxo'da choy ichib, bolarimizga hamroh bo'lgan vaqtlarimizni berishga, yanchiqimizni bor bularni shuni xarjlashga biz tayyormiz. Fransiyadagi mush faoliyatimni men bu pul to'liq yaqim yo'qdi, ammo mashinamni biz ketgan rasxotlarni demayli qo'yli. Brüsseldan Parijgacha bilet elindi. Qolgan bütün rasxotlarni o'zimiz ko'tarib bordik. Qalbnur xonimi shu, bizmi shu, hammamizning oilasi va balchaqlari bor. Lekin vatanimizdagi xalqimizni qutuldirish hammadan muhim o'rinda turdi. Hurlikka erishtirish, mustaqillikni qo'lga keltirishda bu faoliyat to'xtamasligi kerak. Shuning uchun qarindoshlar, ma Facebook'dagi yolg'on jangdan chiqib ketinglar. WhatsApp'dagi yolg'on tashviqotdan chiqib ketinglar. Amliy xizmat o'tinglar, qila olasizlar. O'zingizga turayotgan har bir davlat va shaharda hukumatlarida anglata olasizlar. Tillar pishiq shu mamlakatning tillar pishiq qarindoshlarni bizdek shohidlarni anlatishga biz har qachon tayyor. Biz bu kurashni kuchlantirishga qarashdan tayyor, ammo bizning qarindoshlarimiz tayyor emas. Yolg'on, vatanimni so'yman, jinim pida deganlar yolg'on. Rost bo'lgan bo'lsa, Facebookda jang qilmasdan amaliy jang qilgan bo'ladinglar. Ben şunu umid qilamanki, biz hayat bo'lsak, yana Xitoyning butkul shu iqtisodiy va zarba va siyosiy zarbani texnik kuchli berishga biz qila olamiz shu narsani. Qanday qila olamiz? Shu yanchiqimizni pulimizni chiqara olganda, oltin vaqtini shuning bera olganda, shu bolalarimizga bergan mehr muhabbatni shu kurashga bergan vaqtimizda, dunyamizni, jinimizni, vaqtimizni hammani bergan vaqtimizda bu kurashni davom qilib, Xitoyga ajr zarba bera olamiz, texnik ajizlashtira olamiz va eng oxirida xalqimizni qutuldirib, erkin hur dunyoda yashashga sharoitga ega qila olamiz. Ammo tigi chiqmas mush talash tortish bitta basat yusanglar, buningdanmi eg'ir kunlarda qilishinglarga men kisib ayta olmayman qarindoshlar. Men bundan ortiq yaqim yo'q. Men shuning uchun umidim shuki, men bu qisqa videoni yo'lashimning sababi shu. Chiqib ketinglar, men Facebookdagi bitta basat g'ayvashga tuhmat chiqinglar, amaliy xizmat qilgan qarindoshlar, amaliy. Bir odam bo'linglar, odam. Bir odam bo'lish o'yininglar, birinchi odam bo'lishni. Men sizlar o'zinglarga da'vo ichida bunda ustiga chiqib, o'sha Uyg'ur shunoslardan so'rab boqinglar. Bizning holimizga nima deysiz? deb so'rab boqinglar. Aynaki kunni bir qarab boqinglar. Men nima qila olmayman bugun? Nima qila olmayman men? Men xalqim uchun, vatanim uchun nima qila olmayman degan savolni haq nima qilyapsan, nima qilsan degan qilmay, men nima qila olmayman? Nima qilaman degan narsani o'zingizga savol qo'yib boqinglar.